Sherzod, qarang, sizni ichki ishlar xodimi hech olib ketganmi? Ichki ishlar bo'limiga. Ha, bir marta bo'lgan. Mana shunaqa holatda, qarang, sizni noqonuniy ushlab turishgan. Chunki uni qo'lida qaror bo'lmagan, sudda ajrim bo'lmagan, o'zi qonunchilik bo'yicha tergovchi qaror chiqarish kerak. Tergovchi ushlab turishda bo'lsa qaror chiqaradi va bayonnoma rasmiylashtiradi. Sud esa sanksiya beradi. Bunaqa holatda noqonuniy ushlab turganligi uchun Jinoyat kodeksi 234-moddasi bor. Tergovchi, prokuror, surishtiruvchi fuqaroni noqonuniy ushlab turishsa, jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Buni qanaqa qilib isbotlash mumkin? Ya'ni siz mana shunaqa holatga tushib qolganingizni isbotlash usuli sifatida ichki ishlar bo'limiga borgan paytingizda post bor. Postda bitta xodim o'tiradi va kirish-chiqishlarni qayd qilish kitobi bor. O'sha kitobga borganingizda, men palonchi Sherzodman, soat nechidadir keldim, shuni qayd qilib qo'yishingizni so'rayman deb talab qilishingiz kerak. Bunaqa paytda agar rad qiladigan bo'lsa, kamera bo'ladi. Hamma ichki ishlar bo'limining kirish qismida kamerasi bor. Kameraga qarab, men palonchiman, soat palon paytda ichki ishlar bo'limiga palon xodim olib keldi deb aytgan zahotingiz postdagi xodim o'zini kitobiga qayd qilib qo'yadi. Chunki biladi ertaga qanaqa oqibatga olib kelishini va sizni noqonuniy ushlab turishi oldini oladi xodim o'zini himoya qilish uchun. Обязательно bunaqa holat ko'p, chunki tergovda, surishtiruvda asos topolmaganligi uchun birinchi fuqaroni olib boradi, u bilan gaplashadi, boshqa qiladi, advokati bilan gaplashtirmaydi, oila a'zolari bilan gaplashtirmaydi, siz hech kim hech qattaligingizni bilmaydi. Shuning uchun siz o'zingiz u holatda o'zingizsiz, tamom. Chunki tergovchi agar sizni advokatingiz bilan uchrashtirmasa, advokat kira olmaydi. Bunaqa paytda har doim o'zingizning huquqingizni bilgan holatda обязательно shuni talab qiling. Lekin bunaqa holatga tushmang boshqa. Agar tushsangiz, darhol meni chaqiring, men yetib boraman.